Har bir mamlakatdan eng yaxshi o'yinchilar. Janubiy Koreyaning eng yaxshi o'yinchisi Son Heung-min. Ispaniyaning eng yaxshi o'yinchisi Lamin Yamal. Marokashning eng yaxshi o'yinchisi Ashraf Hakimi. Fransiyaning eng yaxshi o'yinchisi Kylian Mbappe. Germaniyaning eng yaxshi o'yinchisi Jamal Musiala. Niderlandning eng yaxshi o'yinchisi Virgil van Dijk. Nigeriyaning eng yaxshi o'yinchisi Victor Osimhen. Davom etishdan oldin ekranni 2 marta bosib obuna bo'ling va izohlarda mamlakatingiz hamda eng yaxshi o'yinchini yozing. Italiyaning eng yaxshi o'yinchisi Nicolo Barella. Angliyaning eng yaxshi o'yinchisi Jude Bellingham. Shotlandiyaning eng yaxshi o'yinchisi Andy Robertson. Irlandiyaning eng yaxshi o'yinchisi